Bu filmni Şinjan Şanal İlgilik Tiklaş Kasbi Terbiyeleş Mektebi, Diyar Öy Mülük Tori, İşkipi Çekit.com, Subat Ünidar Saloni alayda qo'llagan. Qutyar soda suyidan sizga mukofot chiqdimi? Voy, yana bir quta? Yana birini elib eling. Ma'qul, ma'qul. Wow! Alma olta, haqiqatan talaylikkansiz. Qutyar soda suvlarida esil mukofotlar bor. Vah, toksiklar. Sizga chiqibdi-da, muborak bo'lsin. Qutyar soda suvlaridan huzurlanib mukofotlardan xushal bo'ling. Qutyar soda suvi mukofot setish faoliyati boshlandi. O'tgan soat mening adam degan maqolni o'qiganman. Masalamda mening dadam degan maqolani yozsizlar. Satishgan asqanchada nechalar o'qidim. Mana. Nades. Ikkitasiniki. Faqat Mening dada. Meningda umma dadam bor. O doim kechini ishga o'rib, ko'ylak kiyib yuradi. Siz nima holat ko'rildi? Qo'yishimni o'yliklar sening nervon vardı, sen doktordan ko'rilsan bo'lmaydi deb shuni keldim bugun şeyga. Nima ish qildi? Chunki men burundan atlas bek yaxshi ko'rman-da. Lekin o'yliklar bu yerda qattiq qabul qilaman deb qarang. Nima ish qildi? Normal ahvol bu. Shu normal ahvol shundanmi? Bek yaxshi ko'rman qarang atlasni. Shunda chiqqanimdan yaxshi ko'rdi-ku. To'g'ri. Bu atlas qizlar yaxshi ko'rdi, erlar yaxshi ko'rdi, oddiy men yaxshi ko'rmasman. Voy siz mi yaxshi ko'rasiz? Doktor, men siz mi yaxshi ko'rasiz? Men bog'liqsiz bo'lmam deyman. Doktor hamma yaxshi ko'rdi. Qarang, siz qo'rib yaxshi ko'rasiz, dinla deyishdimi? Hali? Men o'yis bo'lganda o'qib qo'yaymi? Mening dadam. Sen dadam erdek dadam, tağdek dadam, bağriken
Do'stim Tor savdo shartisi rasmiy e'lon qilindi. Do'stum Tor savdo shartisi zo'r mablag' bilan mustaqil yasab chiqilgan eng cho'ng, mukammal tor savdo supasi. Mayli siz qayerda bo'ling, yonfon va kompyuteringiz bo'lsa, zamon va makonning cheklamasiga uchirmay, lozimli buyumlarni eng tuvan bahada darhol sotib olasiz. Sifat, ishonch vaqt Do'stum savdo shartisining eng oliy nishoni. Marhamat do'stum, Do'stum savdo shartisi Torda do'kon etishingizdagi eng yaxshi tanishingiz. Tordan ishonchli mal sotib olish adresi Do'stum chekitsi. Torda haqsiz do'kon ochib berish fursati sizni kutmoqda.